G'afur G'ulom buyuk o'zbek yozuvchisi va shoiri. 1903-yilning 10-mayida Toshkent shahrining Qo'rg'ontegi mahallasida tug'ilgan. 9 yoshida otasidan, 15 yoshida onasidan yetim qolgan. G'afur G'ulom avval eski maktabda, so'ngra Rus tuzem maktabida ta'lim olgan. Shumbola 1936-yil. Avtobiografik qissasida ijodkorning bolaligi, asr boshidagi Toshkent hayoti aniq tasvirlangan. Ijodi: Dinamo 1931-yil. Tirik qo'shiqlar 1932-yil. To'plamlarida shoir ruhidagi betakrorlik, milliy o'ziga xoslik aks etdi. Insonga xos mangu tuyg'ular. Qish va shoirlar 1929-yil. Non 1931-yil. Toshkent 1933-yil. Qutbda saylov 1937-yil. Men Yahudiy 1941-yil. Qish 1941-yil. Xotin 1942-yil. Afsuski afsusni qo'shib ko'mmadi 1945-yil. Singari she'rlarda aks etdi. Bog' 1934-yil. Sog'inish 1942-yil. Kuz keldi 1945-yil. Kuzgi ko'chatlar 1948-yil. Singari she'rlarda obod bog', sahiy bog'bon, umiddagi kelajak gavdalanadi. G'afur G'ulomda yurt, xalq, kelajak oldidagi mas'ullik ota timsolida aks etgan. Sen yetim emassan 1942-yil. Sog'inish 1942-yil. Biri-biriga shogird, biri-biriga ustoz 1950-yil. Sizga 1947-yil. Bahor taronalari 1948-yil. Singari she'rlarda yurt, xalq, kelajak mas'uliyati tasvirlanadi. Netay 1930-yil. Yodgor 1936-yil. Shumbola 1936-1962-yil. Qissalari: Hiylai shar'iy 1930-yil. Mening o'g'rigina bolam 1965-yil. Singari hikoyalarda